bugun oxirigacha qolinglar. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki men hozir mana shu videolarni tashlab beraman. Qatta o'zbek yigitlar Musayevga vizov tashlagan. Musayev tilini ko'taga tiqib jim yurgan. Lekin qatta Musayevning videosi bo'lsa, men surat qo'yganman, chunki u pidaras meni qo'rqityapti, anaqa avtorskiy pravaga жалоба beraman deb. Mayli, lekin baribir ovozini taniysizlar, bu yerda aldash yo'q. Именно o'sha o'zbeklardan qochib yuribdi bu haligacha. Bunga vizov tashlashgan, bu qo'rqoq chiqmagan gandon. Kel oldimga. Raparat qo'yman bilan. Qo'tlaringni yirtib maydalab tashlayman hammangni gandonlar. Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. Bugungi mavzuni tushungan bo'lsanglar kerak. Cho'chqa to'g'risida, o'sha Shuhrat Musayev to'g'risida bo'ladi. Chunki eski videolarimni men o'chirib yuborganman. Tushunasizlarmi? Buni boshqatdan qilaman. Kim ko'rmagan bo'lsa, bemalol tomosha qilasizlar. Keyin kelajakda kerak bo'lsa, mana shu videoning silkasini boshqa videolarga tashlayman. O'zimning videolarimga tashlayman. Tagiga, kommentariya degan joyga. Buni tarqataman iloji boricha. Tushunasizlarmi? Bu gandon Shuhrat Musayev o'rganib olgan. To'dalanib kelinglar, o'nta bo'lib kelinglar. Bu gapni даже Lennox Lewis gapirmagan. Buni даже Klichko gapirmaydigan narsalar, tushunasizmi? Buni даже Jalolov gapirmaydigan narsalar. Bu cho'chqa umrida urushmagan odam, umrida mushlashmagan, urushmagan odam, har mahal qochib yurgan odam. Bu kelinglar deydi gandon. Malayziyaga qolib kelinglar deydi. Sen kelasan, u yo'q bo'ladi, o'ta kutib olmaydi u seni. Buni kim aytgan? Buni o'sha mahallasida yashaydigan bola menga Facebookdan yozgan. Bunga ishonmang, mutlaq ishonmaydigan. Men bu bolani kichkina paytligidan bilaman. Bu ponchik-ku, kalta yeb yurgan odam mahallasida deydi bu. Bu chimo bo'lgan yoshligidan deydi. O'sib endi o'zicha biladi. Blatnoy bo'lib qopti bu. Tushunasizmi? Komil Shvetsiya bir marta aytdi, Shuhrat esingda yo'qmi? Sardor o'yinga bordi-ku, nega qochib ketding deydi. Men hayron bo'lgandim, qaysi Sardor? Gangstermi? Yo'q, gangster emas ekan. Musofirdan boshqa Sardor kelgan, uyga kelgan. O'sha videolarni menga berdi o'sha bola. O'sha mahallada yashaydigan, tushunasizmi? Birga o'sganda ular. Keyin bo'lsa, Sardor gangster ham vizov qilgan unga. U vizovni hazilga aylantirib, chunki qo'rqoq, u Sardor gangsterdan ham chiqmaydi urushga. Sardor 5 minut ichida yotqizadi u cho'chqani, nima deyapsiz? Sardor o'zi urushadigan bola. Bu umrida urushmagan chimo bo'lib yurgan. Kimga baqiradi, kimga vizov qiladi Musayev bilasizlarmi? Konkretni vizov qiladi. Kim masalan Amerikada yashasa, kim Yevropada yashasa, bir o'sha yillab kelmayapti O'zbekistonga, tushunasizlarmi? Yillab kelmaydi. Uzoqda yashaydi O'zbekistonda, o'shalarga gandon vizov tashlaydi. Keyin bo'lsa Bobur Qurbonov MMA jangchisi, Bobur Qurbonov konkretni Shuhrat Musayevning tomoniga aytgan, karillaman naqli degan. O'sha videosini ham qo'yib beraman. U Sardor gangsterning tomoniga aytgan, Musayevning tomoniga gapirgan. Bobur Qurbonov tilini ko'taga tiqilib qolgan, hech narsa demagan, jim o'tirgan Musayev. Hech kim hech narsa demagan. Chunki u yetib boradi, u uyga yetib boradi kerak bo'lsa. Hozir u menga gapiradi. Masalan, Yevropada yashayman, O'zbekistonda bir 6-7 ming kilometr uzoqlikda yashayman O'zbekistonda, menga gapiradi. O'sha uzoqda gapirgan, uzoqda yashagan bolalarga bu vizov tashlaydi. Adin qilib borsam xuy kutib oladi bu tvar. Mana yana bir marta aytaman. Sardorni kutib olmadi-ku, Sardorni uyga bordi bu. Aeroportda kutib olish kerak edi. Aeroportda ham kutib olmadi. Uyga bordi, uyda yo'q bo'lib qoldi bu. Birdaniga Dubayga ketishdi deydi. Tushunasizlarmi? Cho'chqani bir. Qarab, chimo, Musayev sanga emas, kimgadir vizov tashlagan. Sanga emas. Sanga vizov tashlagan bolalar bor, sen chiqmading. Sen qo'rqoqsan, pidaras. Farruh ham sanga vizov tashladi. Farruhni bilasan, ha? Yaxshi bilasan, Farruh konkretni Nosim Xolovni oldida sanga vizov tashladi. Chiqmading sen kod. O'nayniski chiqmading pidaras. O'sha bolalardan qarzing qolgan. Agar duxing bo'lsa hozir chiq o'shalardan. Oktagonga chiq. Gandon bilding. Hammasi ko'rsan, qanaqasan chimosan. Sen urisha olmaydigan bolasan pidaras. Qani isbotla, urishni bilsang isbotla gandon. Farruhdan chiq. Juda ko'pini TikTokka olib chiqib, boshini egib, uzurini so'ratib, mazasini qochirgan bo'laman. Kut qisishni hozirdan boshlasanglar boshladi. Boshlamasanglar, men hamma svязlarimni ishga solaman-da. Har taraflama, ko'cha taraflama ham, qonuniy taraflama ham sallang tartib boshlayman ariqcha. Men gapim gap. Endi seryozni qarayman bu narsani. Internetda polvonlari ko'pchiliklaringni ko'rib qolaman videolarda, narsalarda. Otma-ot aytmayman, o'z gap egasini topib oladi.
razbor qilasan, onangni haqorat qildirasan, otangni haqorat qildirasan, to'g'ri, shuni orqasidan pul topyapsizlar, lekin malades, halollaring bo'lsin. Hammani haqorat qildiryapsizlar, razborkalarga borasizlar. Razbor qilgani, tortishgan, hech kim bo'lmasa iltimos. Shu zo'rman deyapsizlar-ki, yo'rayveraman, tishayveraman degan voqealarga borib qanaqadir isbotini qo'yinglar, biz ko'raylik. Haqiqiy va falshga olg'on bir-biring kelishib olib ketganingni emas, haqiqiyni ko'raylik. Haqiqiy onang uchun, otang uchun, yurtingni haqorat qilgani uchun so'rab olganingni bir ko'raylik. Erkaksizlar-ki, karillaysizlar-ki, shuni orqasidan qanaqadir bir obro' e'tibor olyapsizlar. Iltimos, endi isbotcha so'raymiz-da ozginagina sizlardan. Zo'r lekin razborchilar ko'ngillaringizga tegib qo'ymagan bo'lsa gap. Biz o'sha yerda birato'la kirib keta qolib, joyida qolamiz deb kirsam, Nasim Xolib xabari bor, men Shuhrat Musayevga o'zim tashlashim. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, Nasim Xolib bilan sal konflikt bo'lib qoldi oramizda. 2 kundan beri mendan hech qanaqa javob chiqmayapti. O'shanga nima bo'ldi, tinchlikmi aka, qo'rqitdingizmi nimani deb. Men to'g'risi Nasim Xolib nimasidan qo'rqaman? U o'zi mendan qo'rqib, nima deydi, video qilib bekin olgan, telefonlarni o'chirib olgan, menga qiziq bo'yib bersanglar urishaman dedim. Kim bilan urishasiz dedi. Shuhrat Musayevni beringlar dedim. Shuhrat Musayev bilan urishaman dedim. Ustav Rahmonov aytdi, bo'ldi, men aloqam bor, u bilan vizib tashlab bering, men gaplashaman dedi. Mana men Shuhrat Musayev bilan urishaman. Menga realni qiziq. Shuhrat Musayev menga aytishdi, kim bilan jang qilasan dedi. Men o'zimdan kichkina yoki o'zimga hech nima bermaydigan odam bilan urushmayman. Shuhrat Musayev birinchidan mendan katta, bo'yi ham baland, vesi ham katta. Menga haqiqiy vizibda u, qani sinovda, qani eplay olamanmi yo'qmi? Odamlarga ham qiziq. Ham Shuhrat Musayev nomi bor. Bu bilan urishsa bo'ladi. Toshkentga borganimda Dubayga qochib ketdingmi onangni? Onangni siskaysani. Toshkentga borganimda Dubayga qochib ketdingmi onangni siskaysani? Onadan keladigan valaqizini ko'tingga siskamasani. Gandon, ko't qilamassan gandon. Ko't qilamassan. Onangni amiga siskay ko't qilamassan. Basharingga qotag'im bilan gandon. To'rtta qo'y olgan soqolingga siskaysan. Og'zingga siskay. Basharingga qotag'im, aqling yetmasan naxu, xuyet qilmas sikib qo'yaman naxu. Tushundingmi? Ko'chalasan naxu. Menga qarab yetadi. Tushundingmi? Onangni sikaman seni. Onangni sikaman. Sen borib onangni ko'tiga sikib munofiq. Dachada jo'lab yurgan. Onadan so'kmaylar. Onangni amiga sikisan, o'lgan onangni amiga kirib onangni sikaman seni. Qarab tur, onangni sikaman. Seni orqadoshlaringni ham sikaman. Orqangdan keladiganlarni ham sikaman. Onangni ko'tiga sikaysan, gandon. Men Toshkentga borganimda Dubayga qochdim, ko'tingga sikay. Sen nima degan eding? Yo, sen nima degan eding menga? Aeroportda kutib oladi deganmiz. Ingacha bordim, itdan tarqagan. Ingacha bordim. Basharangga sikay, ingacha bordim, Dubayga qochdim. Ko'tingga sikaman seni. Men senga yozganimda blokka urding meni. Men 6 ta profildan kirib yozdim. 6 ta profildan kirib yozdim, meni blokka tiqding. 6 ta profildan kirib yozdim. 6 ta profildan kirib yozdim, blokka tiqdingsan meni. Sen munofiqsan. Profillaringga qo'ydan. Sen munofiqsan. Sen munofiqsan. Sen musulmonman deb da'vo qilma. Sen musulmonman deb da'vo qilma. Sen ko'tyalarsan. Sen ko'tyalarsan. Qattiq yengil bo'lsa o'sha yurasan. Sen qattiq yengillik bo'lsa o'sha yurasan. Sen ko'tyalarsan sen, tushundingmi? Sen haqiqatni yuziga tupurib, yengil tarafda yuradigan cho'rtsan. Tushunarlimi? Sen shunaqa gandonsan. Qo'lingdan keladigan narsa ko'tga ulash. Boshqa narsa qo'lingdan kelmaydi sen. Qo'lingdan keladigan narsa ko'tga ulash. Tushunarlimi? Meni esimda yo'q dedim. Onani sotgan bo'lsam uzr dedim. Sen nima deding? Yo, sen nima? Yo, to'xta. Sen onadan kelding. Men isbotlab qo'yganimda yana so'kinding. Yana so'kindingsan. Men sikaman seni bola. Men seni sikaman, o'zingni menga qachon borganimda kallingga qo'tag'im, borganimda yo'q eding-ku, Dubayga qochib ketding-ku, pidaras. Va gandon. Onangni ketgan gandon bilan. Basharingga qo'tag'im bilan. Turmishingga sikay bilan. Munofiqsan sen. Sen munofiqsan.
Sen musulmonligiga da'vo qilmagan. Tushundingmi? Sen borib dachada jin qulab yur. Sen dachada jin qulab yur. Sen o'shanaqagan buloq. Sen borib shu yolg'ondakan, sen yolg'ondakan. Sen O'zbekistondami? Dalboyoq. O'zbekistondami? Mani hamma oilam O'zbekiston. Mani hamma oilam O'zbekiston. Sani aqling yetmaydi. Kod-potinggacha sikib yuboraman. Sen kimni bo'ylayapsan? Sen kimni bo'ylayapsan? Sen menga qara. Sen menga qara. Ana TikTokchaga 4-5 ta shalaqib. Gapini o'tkazasan. Menga emas. O'zini bilmaydigan, o'zini hurmatini bilmaydigan cho'rtlarga gapini o'tkazasan. Menga emas, tushundingmi? Dalboy. Sen o'zingni kim deb o'ylaysan? Uyga Men sen tanlama, kim deb o'ylaysan o'zingni? Kim deb o'ylaysan sen o'zingni? Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor, jalab tiyida qolib ketaylik. Qatga qaraman naxuy. Qatga qaraman naxuy bilan hamma joyda Sardor aka, tushirvoring. Nima qilsa hamma bo'ladi. Kirib olding. Ani mana ne aralashyapsiz? Aqlingiz yetmaganda. Sizni onangizdan kelsa qarab turasizmi? Ha, sizni onangizdan kelsa qarab turasizmi? Man so'kmasa chiqmayman mani. So'kmasa chiqmayman. Necha marta blogdan beradi mana. Menga so'kding dedi. Men so'kkan bo'lsam uzr, lekin so'kkanimni men eslolmayman dedim. Keyin qo'yib qilib yuraverdi. Men senga eslatib qo'ydimmi? Dalboyoq, men senga eslatib qo'ydimmi? O'yinga qo'shma. Men senga eslatib qo'ydimmi Instagramga kirgan? O'yinga qo'shib mazmuni qochirib qo'yaman. Menga qara. Mana Shuhrat Musayev ham keldilar. Assalomu alaykum, brat. Siz charchamayapsizmi? Anjoyingiz sog'mi? Charchamayapman. Bu internetda har xil gap so'zlar tarqalib yuribdi. Eshitdingizmi, xabaringiz bormi? Gap so'zlar tarqalaveradigan narsa-yu. Bu Sardor bor-ku, TikToker. Aziz bilan ikkalasi. Jasmine Trans sinisini aytyapsan-da. Da, shu. Sizga aytibdi-ki, birga bir chiqasanmi men bilan? Siz bularga atlet qilmadingiz. O'shanga qo'rqotdimi deb o'ylayapti xalq. Yo, bo'ldi. Chiqasizmi birga bir? Yo, birga bir chiqmayman, 3ga 1 chiqaman. Kim? Sardor, Aziz, Jasmine Trans olib olishadi. Toshkentga uchib keladi. Aeroportda shunday kelgandan keyin bunday qilamiz. Bagajni ochamiz. Bagajni ochgandan keyin mana sidenani bitta yotqizamiz. Ichiga taxlaymiz. Keyin yopib, sekin musorkaga olib boramiz. Nimaga musorkaga? Oktagonga erkak sportsmen bolalar chiqadi. Musorkani yonida kalta yeyish kerak. Bo'lmasa siz oktagonda urushmaysiz, ko'cha tomonlama Liboy bilan gaplashmoqchisiz. Gaplashamiz. Qadrdonlar, xullas, like bosib Sardorga jo'natib qo'yinglar shu videoni. Tezroq O'zbekistonga kelsin. Shuhrat akam tayyorman deyaptilar. Liboy pay.